Assalomu alaykum, hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Mana atirgullarimiz, g'unchalari chiroyli bo'lib уже ochilishni boshladi. Mana bugungi sanamiz 17-aprel. Bu Monika degan sortida, mana xudo xolasa atirgullarimizdan seroq har xil sortlaridan bor. Qizil, sariq, oq. Bir xilga ishonmaydigan odamlar bo'lar ekan, hammasi bir xil sortda, lekin bizda hamma sortidan bor, hamma rangidan bor. Mana o'zi tanasidan ham farq qilsa bo'ladi. Mana kimga shunaqa ishonchli atirgullar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa kuzga tayyor bo'ladi. Mana bundan tashqari mevali ko'chatlarimizdan ham mavjud. Bu yoqda olmalarimiz, nok, bexa giloslarimizni hammasi xudo xolasa kuzga, erta bahorga tayyor bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar, kimga gul yoki mevali ko'chatlardan kerak bo'lsa. Mana hozirgi tanasi ham juda baquvvat bo'lib turibdi. Hozirdan shunchalik. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar akalar, opalar, singillar. Hamma sortidan bor.